Mani elim, ellatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbegim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar mani kamida har dam. Salomaligi bor oqibatda oxiridagi-dagidan moddam. Xotirjam o'zbegim mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib qaryon ahli xarobotilar. Devonayu mashoyiq abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod. Hozirgi kunda ham noayyon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim, mani elim, o'zbegim, millatim, mana g'urur. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Xiva tomon. Bo'limga doimani, bo'limga doimani, yana bu markazning dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukrlarim bor kecha-yu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va afv etishda bardavom.